Bugungi kun odamlari sehrgarlik va xolbinlik hamda munajjimlik balosi bilan balolangan. Bu hol shu qadar keng rivoj olganki, ommaviy axborot nashrlari ham munajjimlar bashoratiga alohida e'tibor qaratib, odamlarning yulduziga qarab fol ochish bilan ovora. Allohning kalomi, payg'ambar alayhisolamning hadis shariflari bir chetda qolib, odamlar shaytonga rostmana shogird tutingan folbinlarning so'zlariga quloq soladilar. Yuqorida gunoh kabira rukni ostida kelgan xabarlarda bir hadis e'tiborimizni o'ziga tortdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z hadislarida folbinning oldiga borib, uning gapini tasdiqlagan kishi dindan chiqishini aytganlar. Nima uchun endi faqat borgan odam emas, balki borib gapini tasdiqlagan kishi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Gap bu yerda folbinning oldiga borishda emas, balki uning gapini tasdiqlashda. Iymon haqida ketmoqda gap. Folbinlarning oldiga borgan kishilar turli maqsad bilan borishadi. Ularning aksari kelajagini bilishga qiziqadi, ammo oddiy bir farosat bilan o'ylab ko'rishmaydiki, borayotgan joylarda o'tirgan odam xuddi o'zlari kabi bir odam. Agar folbin bo'lib kelajakni bilsalar, nima uchun turli konlarni topib, lotereyalarni o'ynab boyib ketmaydilar? Nima uchun kambag'al va xor bo'lib yashaydilar? G'aybni biladigan odamga yarashadimi bu holat deb o'ylab ham ko'rilmagan alamli holat. Yaqinda bir tabib akamiz oddiy hikoyani, bo'lgan voqeani so'zlab berdilar. Ularning oldiga bir yigit kelibdi. Bozorda yurganda odamlar hazillashib yigitni tabibning oldiga jo'natishgan ekan. Akamiz, "Xo'sh keling, qanday maqsad ila keldingiz?" desalar, "Haligi yigit amakimni o'ldirib bering" debdi. Tabibning hayronligi oshibdi. "Iya, kim aytdi sizga meni odam o'ldiradi?" deb. Yigit, "Yo'q, noto'g'ri tushunib qoldingiz shekilli, men amakimni issiq sovuq qilib bering demoqchi edim" degan so'zni aytibdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, tabibning oldiga kelib qolgan yigit bir necha kundan beri amakisi bilan janjallashib yurgan ekan. Bunga sabab albatta uzoq mahallada yashovchi folbin xotin bo'lgandi. Tabib akamiz ko'pni ko'rgan, bu sohada katta firib ishlari bo'lib turishini bilgani bois, yigitga bo'lgan voqeani ipidan ignasigacha tushuntirgan bo'ldi. Haqiqatan ham voqea aslida shunday rivoj olganligi ma'lum bo'ldi keyinroq. Demak, tinglang, juda ham oddiy voqea. Yigit adashib folbinning oldiga boradi. Ertangi kunini bilmoqni yetdi albatta. Folbin esa tayyor go'sht kelgandan foydalanib yigitning yashash joyini yaxshilab bilib oladi. Amakisi bilan yashayotgan yigit chiqib ketayotganda folbindan darvozasi ostonasiga bir dam solingan suyakni ko'mib qo'yish vazifasini oladi. Yigit borib shu ishni qiladi. Keyin folbinning odamlari yigit yashaydigan xonadonga borib, amakisi va xotini tezlik ila fol ochtirishi zarurligini uqtirishadi. Hech narsadan bexabar folbin shoshilinch yetib kelgan amakini hayratga soladi, chunki u umuman notanish xonadon haqida ishonarli fol ochardi. "Sizning uyingizda bir yigit yurar ekan-a?" deydi oxirgi yurishga o'tgan folbin. "O'sha yigit o'lib ketgan akangizning o'g'li bo'ladi, falon joyda ishlaydi, yaqinda uylanmoqchi bo'lib yuribdi. U sizning o'limingizni istab har xil ishlarga qo'l urgan. Mana shu yerda amaki sapchib tushadi. Bo'lmagan gap, jiyanim tuppa-tuzuk yigit, uning qo'lidan bu ish kelmaydi." "Xo'p, mayli" deydi folbin. "Borib unda darvoza ostiga ko'mib qo'yilgan suyaklarni bir ochib ko'ring-chi." Amaki laqqa tushadi qo'yadi, chunki e'tiqodsiz odam bunday paytda boshqa chora topa olmaydi ham. Bir-biriga bildirmasdan bir folbinning oldiga kelgan amaki jiyan kamida million so'mlik xarajat qilib qo'yishadi. Oxir-oqibat folbin bitta mijozidan voz kechadi, ya'ni yigitdan. Shuning uchun amakisini o'ldirishga shay turgan yigit boshqa folbin qidirib tabib akamizning oldiga kelib qoladi. Masala oydinlashgandan so'ng yigit uyiga qaytdi. Amakisiga bo'lgan voqeani so'zlab bergan edi. Xonadon sohiblari haqiqatan ham folbinning tuzog'iga ilinganliklarini anglashdi. Hammasini yaxshilab o'ylab ko'rib, juda ham tuban holatga tushib qolganliklariga aqlan yetishdilar. Yaxshiyamki Allohning xohishi bilan yigit iymon e'tiqodli tabib uyiga kelib qolgan ekan. Aks holda bunday voqealar ayni paytda juda ko'payib ketgan. Buning sababini o'rganish uchun yana o'sha hadis sharifga murojaat qilamiz. Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam folbinning oldiga borib, uning gapini tasdiqlagan kishini murtad demoqdalar. Demak, bu yerda gap iymon, e'tiqod haqida ketmoqda. Inson tabiiy ehtiyojlar mahsuli hisoblanadi. Agar uning qorni ochsa, albatta nimadir yeydi. Halol yo'l bilan topmasa, haromi bilan ozuqalanadi baribir. Nafsni qondirmasdan uning iloji yo'q. Balog'atga yetganlar yo nikohlanib shahviy nafslarni qondirishadi yoki zino qilishadi. O'rtada yo'l yo'q. Inson vujudida qalb degan bir javhar bor. U sig'inishga, qullik qilishga ehtiyoj sezadi. Shuni yaxshi bilib olaylikki, Allohga sig'inmagan banda
baribir nimagadir kimgadir sig'inadi. Allohning taqdiridan rozi bo'lmagan banda kimningdir so'zlaridan rozi bo'ladi va ana shu so'zlarga ishonadi. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhisalom folbinning so'zini tasdiqlagan kishini dindan chiqadi deganlar. Shu birgina amal ila inson kofir bo'lishi turgan gap. Folbinning aytayotgan so'zlari 100% to'g'ri chiqib qolsa ham, uning so'zlariga mo'min odam ishonmaydi. Chunki Alloh va uning rasuli buni qat'iy ravishda taqiqlagan. Ba'zan insonlarni sinash uchun folbin va munajjimlarning so'zlarini amalga oshiradi Alloh taolo. Xuddi shayton bir odamning ko'ziga qo'lini tiqib olib, folbinning oldidan chiqqanida qo'yib yuborgani singari. O'sha odamning ko'zi tuzalib ketadi-da, u buni folbin amalga oshirdi deb o'ylaydi. Bu yerda gap iymon, e'tiqod, ishonch ustida ketmoqda. Bu savdo qattiq savdo hisoblanadi. Hozirgi kunda munajjimlar bashoratiga qarab ish rejalashtiradigan, gazeta nashrlarida chop etilgan bashoratlarga ishonib, kelgan sovchini qaytarib yuborayotgan yurtdoshlarimizga xitobimiz shuki, Allohga qayting. Muhammad alayhissalom qaytargan va oxiri abadiy do'zax bo'ladigan yo'lni tark eting. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo har bir odamning taqdirini yaratilishidan 50 ming yil oldin yozib qo'yganini aytib ketganlar. Bu taqdirni hech kim o'zgartira olmaydi. Folbinlarga qatnayotgan opalarimiz, singillarimizning shu bugundanoq bu yo'ldan qaytishlarini so'raymiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, nima uchun folbinlar hamisha xor va g'arib xonalarda yashashadi? Nima uchun ular kelajakni aytib berish uchun o'zlarida jur'at topishadi-yu, oyoqlari ostida turgan konlarni topib boyib ketmaydilar? Mayli, bu ham og'irdir. Nega birgina lotereya qog'ozini olib 0,1 millimetr narida turgan yozuvni o'qib, Nexia yo Damas egasi bo'lib olishmaydi? Nega? Chunki ular kelajakni hech qachon bila olishmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu ilm faqat o'zida ekanligini aytgan. Alloh bilan Allohning ilmini talashayotgan bandalar albatta xor bo'lajak. Shu mal'un, iflos va jirkanch mahluqlarning oldiga borib, iymon va e'tiqodni poymol qilmaylik azizlar. Kimki shu ishni qilgan bo'lsa, shu bugunoq tavba qilsin. Alloh kechiruvchi zot. Ulgura olmay qolsa, Allohning o'zi asrasin, qiyomatda Muhammad alayhisalomga tushgan dinda turmaydi. Hammaga yaratgandan tavfiq va ofiyat so'rab qolamiz. Albatta u saxiy va marhamatli zotdir.